Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Ha do'stlar, men bugun do'stlarim bilan sayohatga va baliq oviga chiqqan edik. O'shani ko'rsatmoqchiman aziz do'stlar. Qanday qilib baliqni ovlaganimizni va qanday qilib baliqni ortganimizni, pishirganimizni qo'ldan kelgancha videoga oldim. O'shalarni sizlarga ko'rsatmoqchiman inshaalloh. Agarda do'stlar videom sizga yoqsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz aziz do'stlar. Ha do'stlar, ko'rayotganingizdek mana Omudaryo deyiladi. Bu daryo Afg'oniston bilan O'zbekistonning chegarasidan oqadi. O'sha Omudaryo deb aytiladigan daryo bo'ladi bu. Mana ko'rayotganingizdek do'stlarimiz bilan suzishga qaytgan edik. Mana shunday qilib to'rni aylab chiqazamiz. Shoshilmasdan to'rning tagini ham ushlab sekin-sekin chiqamiz qiraga. Mana ko'rayotganingizdek mana bu tomonda olib chiqqan do'stlarimiz mana chiqazib turibdi sekin-sekin. Ha do'stlar, mana to'rni va nihoyat qiraga tortib chiqazdik. Mana bu tomonda bitta baliq tushibdi. Mana bu baliqning otiga Afg'onistonning fars tilida mohi regi deyiladi va turkmancha tilimizda o'zlarimiz bakra baliq deymiz. Do'stlar, O'zbekistonning tilida nima deyiladi shu baliqqa? Kommentariyada yozinglar. Mana ko'rayotganingizdek bakra baliq. Do'stlar, mana bu taraf esa O'zbekiston bo'ladi. O'zbekistonning chegarasi. Mana bu taraf esa Afg'oniston bo'ladi. Mana bu taraf. Ko'rayotganingizdek bu taraf Afg'oniston. Mana bu o'rtasida esa Omudaryo oqadi. O'sha Omudaryo chegara bo'lib turibdi o'rtaligida. Mana ko'rayotganingizdek. Mana shu suv oqadi ikkisining o'rtasida. Do'stlar, mana ko'rayotganingizdek do'stlarimiz sekin-sekin to'rni chiqazib kelishyapti. Ikkinchi marotaba ham. Sho'rtepaning boshqa tomonlaridan suv oqmaydi, faqat Omudaryo oqadi. O'shaning uchun qaysi vaqt baliq ovga chiqsak Omudaryoga qaytamiz. Baliq ovga chiqsak faqat Omudaryoga qaytamiz. Nima uchun? Boshqa tarafda suv yo'q. O'shaning uchun qaysi vaqt baliq ovga qaytsak do'stlarimiz bilan yig'ilib Omudaryoga qaytamiz. Mana ko'rayotganingizdek to'rni va nihoyat ikkinchi marotaba ham olib chiqazdilar. Ko'ramiz nima yig'ilgan to'rga. To'rimizda bu gal ham hech nima yo'qmi deyman. Mana ko'rayotganingizdek hali hech nima chiqqani yo'q. Mana bu tarafda bir dona bakra baliq ilgan ekan. Sizlarga ko'rsataman. Mana to'rga shunday bo'lib juda ham qattiq chirmashadi. Nima uchun? Buning ustida tikonlari bor bakra baliqning. Mana bu tomonda esa hali suvdan chiqazishmaganlar to'rni. Mana. Dur. Ha aşağıda. Mana ko'rayotganingizdek juda ham bir kichkina baliq ilgan ekan. Mana bu ham bakra baliq. Juda ham qattiq chirmashadi bu to'rga. Nima uchun deganingizda juda ham hamma joylari tikonga to'la, o'shaning uchun juda ham qattiq ilishadi. To'rdan olish ham juda ham bir mushkul, qiyin. Mana bu tomonda ham bir donasi ilishgan ekan. Bu ham bakra baliq. Mana ko'rayotganingizdek bu ham bakra baliq. Mana ko'rayotganingizdek bu galga tushgan baliqlar. 3 ta baliq tushdi bu gal. Ha do'stlar, mana ko'rayotganingizdek va nihoyat ushlagan baliqlarimizni uyga olib keldik. Do'stlarimiz bilan birma-bir artib o'tiribmiz. Ko'rayotganingizdek mana shunday qilib baliqlarni birma-bir ortib chiqish kerak. Ortib bo'lganimizdan keyin esa birma-bir baliqlarni tuzlab keyin qovurishga olib boramiz. Ha do'stlar, va nihoyat baliqni qovurish jarayoniga ham yetib keldik. Mana ko'rayotganingizdek baliqlarni birma-bir to'g'rab chiroyli qilib tuzlash kerak va keyin qovuramiz. Mana shunday qilib. Do'stlar, sizlardan bitta iltimos, bizning kanalimizni 198 kishi obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. O'shaning uchun videomga bitta like va kanalimga obuna bo'ling do'stlar.
Keyingi videolarim albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, sizlarga birma-bir Afg'onistonni ko'rsatmoqchiman. Inshaalloh qo'ldan kelgancha. Mana azizlarim, ko'rayotganingizdek balig'imiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rayotganingizdek har xil baliqlardan bor. Buni ichida laqqa baliq, bakra baliq, shapati hammasidan bor. Ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli qilib pishirilgan. Ha do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.